Hamma joy protezni eshitgansizlar, lekin aynan olatli protezi haqida juda kam ma'lumotga egamiz. O'zbekistonda ham aynan O'zbekiston bo'yicha ham juda kamchilik qo'yadi. Qozog'istonda ancha rivojlangan, qo'shni davlatlarda rivojlangan, lekin bizda haligacha rivojlanmagan. Qo'yadigan shifokorlar o'zi kam ham почти yo'q ham. Biz boshlaganmiz. Sizlar 4 yil, 5 yildan beri jamoamiz bilan bu 1 komponentli, 3 komponentli protezlarni qo'yayotganmiz. Uni qanday ta'sir ko'rsatadi? Protezni zo'r tomoni xohlagancha, xohlagan vaqtda jinsiy aloqa qilasiz. Hop. Funksiyasi qanaqa? Funksiyasi 1 komponentli doimo ereksiya holatda bo'ladi. Ya'ni doim turadi. Faqat turadi. Qani polurigidniy bo'ladi, aloqa tugagandan keyin sekin qayirib qo'ysa bo'ladi. Bu ham как бы yaxshi. Endi 3 komponentli bo'lsa, bu endi hozirgi eng zamonaviy MERS. Demak, tuxumning orasida yana bitta tuxum, как бы knopkacha qo'yiladi. Bilinadimi, bilinmaydi? Yo'q, bilinmaydi. Tashqi tomonda umuman hech kim bilmaydi. Endi tuxumingizni hamma ushlatib qo'ymaysiz. Tashqi tomonni hech kim sezmaydi siz. Protez qo'yilmagan hech kim bilmaydi. Knopka bosasiz, olat turadi. Xohlagancha jinsiy aloqa qilasiz, knopkani bosasiz, olat yotadi. U sezuvchanlikka ta'sir ko'rsatmaydi? Yo'q, sezuvchanlikka hech qanaqa. Doimgi orgazm, doimgi haligi doimgi mazani olasiz. Libido bo'ladi, maza qilinadi. Xohlagancha qilinadi. Funksional jihatdan buzilib qolsa-chi? Buzilib qolsa kompaniya tomonidan o'zini garantiyasi bor. O'zi umrbodga qo'yiladi bu. 10 yil har xil kompaniya. Misol uchun Bostonniki 10 yilgacha kompaniya o'zi tomonidan garantiya beradi. Tushunarli. Endi bu umrbodga qo'yildi, keyin yana protez iloji yo'q.